Dilshod aka, nima qilyapsiz? Armaturalarni tekshirib qo'yib. B-blokning videosini olishimiz kerak aka. Oma bitganda rosa chiroyli bo'ladi-da bu taraf. Ko'rinishini qarang, manzarani. Ketdi bo'lmasa. Ketdi aka. Bugun Turkiston Avenue loyihamizni B-blogini ko'rib chiqamiz. Ketdi. Mana B-blokda arizaga ham kirib oldik. Chat tomonimizda lift joylashgan bo'ladi. Bunda kirishimiz bilan o'ng qo'limizda kattalar yotoqxonasi va oshxona, mehmonxona hamda ikkita bolalar yotoqxonasi joylashgan. Ikkita sanuzli ham bor. Bu xonadonimiz 120 kvadrat bo'lib, ko'cha tarafga qaragan. Va albatta manzarasi ham o'ta chiroyli. Endi 80 kvadratli xonadonni ko'rsatamiz. Yuring ketdik. Aka, bunda balkoni ham bor ekan. Mana 80 kvadratli xonadonga ham kirib oldik. Albatta, o'rtada перегородкasi endi bo'ladi. Перегородkalar bo'lgandan keyin loyihadagi kvadratlar kelib chiqadi. Albatta, bunda birinchi xonamiz mehmonxona, ikkinchisi bolalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi, oxirgisi oshxona hisoblanyapti aka. Va bu xonadonimizda bitta sanuzel bor. Endi keyingisi necha kvadrat edi? 64 kvadratlik uyimiz bor. 64 kvadratlik. Yo'q, 64 bas. 62. Yo, 77 ham bor-ku. Mana 77 kvadratli uyimizga ham kirib oldik va bu xonadonimiz 3 xonali hisoblanadi. Bunda xonalar bo'linmagan ekan. Siz xonalar tanishtirib o'ting aka, iltimos. Birinchi xonamiz mehmonxona, oshxona, kattalar yotoqxonasi hamda bolalar yotoqxonasiga ajratilgan va o'zining sanuzeli ham mavjud. Endi sizlar bilan birga 62 kvadratli uyimizni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaring, albatta bu tarafda hali bo'linmasi bo'lmagan, xonadonlar yana takrorlayman ajratilmagan va bu xonadonimiz siz aytgandek 62 kvadratga ajratilgan. Albatta aka, 62 kvadratli uyimizda kattalar yotoqxonasi, oshxona hamda mehmonxona joylashgan bo'ladi. Bu xonadonimizni derazalari hovliga qarab turganini eng zo'r tarafi, bolalar maydonchasida farzandingiz o'ynab turgan ko'rinadi hamda parkovkada mashinangiz ham ko'rinib turadi. Agar sizlarga mana shunaqa hashamatli uylar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilinglar, savdolashamiz. Albatta savdolashish bepul. Pulini kelishtirib beramiz. Telefon qilishni unutmanglar. Shu videoni uy qidirib yurgan do'stlaringga, tanish bilishlaringga jo'natib qo'yinglar.